Endilikda mini gruzoviklardan Jag X200larni hech qanday foizsiz, peniyasiz, rassrochka asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Tashkent Motorsning Buxoro filialiga Jag X200larga rasman rassrochkalar ochildi o'rtoqlar. Kelasiz 50% to'lovni qilasiz, qolgan qismini foizsiz, peniyasiz 13 oy davomida bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Xo'p, X200larning bortlik, tentlik va tayyor furgonlik, ya'ni izotermik furgonlik promtovarni deydi, modellari mavjud o'rtoqlar. Ishingizga qarab bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, 248 million 840 ming so'mdan boshlanadi o'rtoqlar. Mashinalar doim bizda sotuvda tayyor. Kelasiz, 1 soatda nomlaringizga rasmiylashtirib beramiz. Bundan tashqari, naqd pul yoki boshlang'ich 25% to'lov bilan bitta pasport bilan xarid qilib ketsangiz ham bo'ladi. Xo'p, hozir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Mashinalarimiz 2 atmosferli motor bilan jihozlangan bo'lib, 147 ta ot kuchiga ega. Metan, propan bemalol tushadi, gaz tanlamaydi, benzin tanlamaydi. Xo'p, eng asosiysi B kategoriya bilan haydasa bo'ladi. Mashinamizning ichi 3 kishilik bo'ladi, konditsioner pechkalari cho'tka ishlaydi, gidravlika rulda bo'ladi. Xo'p, oldi balon 15 razmerlik bo'ladi, orqa balon qo'sh balon bo'ladi, 13 razmerlik bo'ladi. Ramalarga bitta e'tibor beramiz. Ramalari baquvvat qilib ishlangan. Orqasi resorda bo'ladi. Xo'p. Bortining uzunligi 3 o'm bo'ladi, eni 1.76 bo'ladi. Gruza podyomnisi 2 tonna yozilgan, bemalol 3 tonna, 4 tonnani ko'tarib beradi o'rtoqlar. 3 yil yokimda 100 ming kilometr probeggacha kafolatlanadi. O'zimizda servis sentrimiz va avtoehtiyot qismlari ham mavjud o'rtoqlar. Xo'p, kelasiz, hammasi bitta lokatsiyada hal qilib beriladi. Aytgancha, yana bir ma'lumot, agar ko'proq mashina xarid qiladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ular uchun alohida manfaatli takliflarimiz ham bor. Manzilni yana bir marta eslatib o'tamiz. Buxoro shahar Muborak 1 ko'chasida joylashgan. Xalq tilida esa Madaniyat chorrahasidan Betonka bo'ylab harakatlanishda o'ng tomonda Tashkent Motors, Jag Motors deb katta qilib yozib qo'yilgan o'rtoqlar. Manzilda adashmang, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Yokimda aloqaga chiqsangiz lokatsiya ham tashab beramiz.